250 ming nafarga yaqin aholi istiqomat qiladigan Sharof Rashidov tumanida 2017-yilga qadar e'tibor bering 170 mingdan sal ziyodroq, ya'ni 69.4% aholi markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanib kelgan. 2017-2024 yillarda davlat rahbarining alohida qaror va topshiriqlari asosida jami 97.6 milliard so'm mablag' aynan aholi ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash manzilli dasturlariga yo'naltirildi. 390 kilometrdan ziyod suv tarmoqlari va 48 ta inshoot qurilib, foydalanishga topshirildi. Menga qarashli hududlar Sug'diyona mahallasi, Kuyoboshi mahallasi, Yangidiyor va Madaniyat mahallalari qaraydi. O'sha hududdan hozir Kuyoboshi mahallasida turibmiz. Kuyoboshi mahallasida 1900 dan ziyod xonadon mavjud. Undan 1400 dan ziyod xonadonga hozir ichimlik suvini yetkazib beryapmiz. O'tgan yilda o'zida prezidentimizda 346-qaror asosida ikkita suv minorasi tashkil qilindi. Ikkita suv minorasidan 540 ta xonadon ilk bor ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Iste'molchilarda 2022-yil hisobiga 70% dan oshib 80% ga yetgan bo'lsa, 2024-2025-yilda hisobiga kelib 98% aholini ichimlik suvi bilan ta'minladik. Laboratoriya xodimlarimiz har 3 oyda biolaboratoriya tekshiruvlarini olib borib, suvning sifati to'g'risida bizlarga ma'lumot beriladi. Mahallada 13 ta mashinist, 3 ta nazoratchi xodimlar ishlaydi men bilan. Kuyoboshi mahallasi aholisi yaqin yillargacha davom etgan suv muammosini yaxshi eslaydi. Yangi hovli olib ko'chib kelganlar olis hududlardan suv tashib ichishiga ham majbur bo'lishgan. Men Kuyoboshi mahallasida yashayman. 91-yil mana shu yerga alohida xo'jalik qilib ko'chib chiqqanman. O'sha ko'chib kelgan vaqtimiz shu 3 ta ko'chadan bittan har ko'chada Ishmatov o'rtamda uyda quduq bo'lardi. O'sha quduqdan suv tashib ichganmiz. Juda qiynalganmiz. Kirlarimizga, ro'zg'orga, lekin quduqning suvi to'laqonli ichishga yaroqsiz bo'lgan. Shundan foydalanishga majbur bo'lganmiz. Mana prezidentimizning juda ko'p berayotgan imtiyozlari, imkoniyatlari, aholini yashash sharoitini yaxshilashga qilingan e'tibori orqasidan mahallamizga ichimlik suv o'tkazilgan. Hozirgi kunda hammamiz mana shu ichimlik suvdan ichamiz. Yaxshi, sog'ligimiz uchun ham yaxshi. Uzoqlarga suv tashmaydi, kelinlarimiz qiynalmaydi. Kuyoboshi mahallasini hamma joyi suv bilan ta'minlangan. Ichuvchiga o'rnatilgan, vaqtida pul to'lanib boriladi, nazorat bor. Ta'kidlash kerak, keyingi 5 yilda amalga oshirilgan ishlar natijasida Sharof Rashidov tumanining 63 ming nafar aholisi ilk bor ichimlik suv bilan ta'minlandi va 35 ming nafardan ziyod aholining suv ta'minoti yaxshilandi. Tumanda ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 69.4% dan 94.9% ga yetkazildi.